Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Bugun sizlar bilan ayollarimizning orzusiga aylangan idish yuvish mashinalari haqida gaplashamiz. Toshiba brendiga tegishli idish yuvadigan mashinamiz asli Toshiba firmasi Yaponiya texnologiyalari bo'lib, yig'ilishlari O'zbekistonda bo'ladi. Bu mashinamizning motoriga 5 yil kafolat beriladi hamda u 10 xil turdagi oshxona anjomlarini bemalol yuvib bera oladi. Bu mashinamizning energiya samaradorlik klassi A2+ hisoblanadi. Boshqaruv tizimlariga keladigan bo'lsak, to'laqonli elektron bo'ladi. Buning o'rnatish tizimlari esa mustaqil ravishda o'rnatiladi. Idish yuvadigan mashinkamizning uzunligi 85 sm ni tashkil etadi. Kengligi esa 45 sm, chuqurligi 60. Undan tashqari idish yuvadigan mashinkamizning ovoz detsibellari 48 detsibel. Idish yuvadigan mashinkamizning og'irliklari 35 kg ni tashkil etadi. Hamda bu mashinkamizda invertor dvigatellari mavjud bo'lmaydi. Endi ichki qismiga keladigan bo'lsak, quritish turi kondensatsiyalik bo'lib, uning ovoz chiqarish signallari ham mavjud. To'liq idish yuvilgandagi suv sarfi 13 litrni tashkil etadi. Shu bilan birgalikda sizning idishlaringizda og'ir dog'lar bo'lsa ham 65 gradusda barcha idishlaringizni toza qilib yuvib bera oladi. Idish yuvadigan mashinkamiz haqida qo'yilgan video sizga ham yoqqan bo'lsa, bizga like bosib obuna bo'lishni unutmang. Hamda barchangizni do'konlarimizda kutib qolamiz.